aka mana bu jig'ildonim shunaqa qaynayapti, nima qilsam bo'ladi? Uka, shundoq qatuv bilan kolani aralashtirib ol. Bo'ldi, bitta o'tib ketadi. Shumi? To'g'ri tavsiya bersa nima qilar ekan? Azza qilib desert yeb oldik. Lekin aka shuncha narsa yesam ham semirmayapman. Maslahat bering. Odamidan so'rading-ku, 4ta 5ta chumoli tutasan, yaxshilab limon sharbatini siqib, qo'y dumbasini to'g'rab tashlaysan. Undan tashqari velosiped shinasi bor-ku, o'shani blenderga hammasini solib, yaxshilab maydalab, kechki payt bir qoshukdan ichib, shunaqa effektini ko'rasan. Shuncha narsani tavsiya berdi. Batay tavsiya bersa bo'lmasmi ana? Uka, tinchlikmi? Ko'rmaysizmi? Mashinamning shtraflari bor edi. Ishga ham bora olmayman. Maslahat bering. Mashinani benzin bilan yoqur. Qanaqa benzin yo, jinnimisan? Qanaqa miya bilan o'ylayapsan? Lutfi mashinasi oldin gayida o'qigan edi. Yaxshi, hozir yana bir o'qitaylik, o'ziga ham yaxshi bo'ladi. Voy, mashina o'qmaydi. Odam o'qiydi. O, mashina o'qiydi. Voy, odam. Mashina o'qiydi. Odam. Yo, mashina. Assalomu alaykum. Aka, bir minutga mumkinmi? Yashil uzr gapinglarni eshitib qoldim. Bularning gapiga kirmang. Men sizga zo'r joy aytaman, tushizga ham kirmagan o joy. Haddismi? Oson rassrochkaga borasiz, shtaraflaringizni boshlanish to'lovsiz to'lab berishadi. Tanlov kursatnomangizni boshlanish to'lab beradi. Bular gapiga umuman kirmang. Ha, bularga yana obuna bo'lib qo'yadigan bo'lsa, skidka ham qilib beradi. Yuring.